Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Biz Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyatining o'rlashtirish bilan 3-qatimliq Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv faoliyatining İstanbulda ochilgandan keyin 7 kunlik dala faoliyatini Bolu shahrining Sunnat kunida davom qilyapmiz. Biz sizlarni shu yerdan o'tliq salom yo'llaymiz. Bugungi programmamizningki aziz mehmonimiz Shveysariyadan kelgan doktor Abdüşkür Abdurashid akamiz bo'ldi. Aldı bilan programmamizga kirishdan burun men hurmatli Abdüşkür akamizni programmamizga qatnashganligingiz uchun tashakkur rahmat aytaman. Aldı bilan keng televizor ko'ruvchilarimizga o'zingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Men aldı bilan Istiqlol TV va bana mush fursatni yaratib berganim uchun rahmat aytaman. Mening ismim Abdüşkür Abdurashid. Men Shveysariyadan keldim. Ben 2000-yili Shveysariyada doktorluqni tugatgandan keyin shu Shveysariya Telekomda kompüter sohasida oliy injener va loyihalovchi bo'lib ishlayman. Bizning asosiy qilgan xizmatimiz shu mulozimatchi doirasidagi eng yangi texnikalarni tanishtirish, shundaqlam IBM, Microsoft qatorliq cho'ng shirkatlarning texnikalarni o'zimizning texnikasiga moslashtirib, shu hozirgi tez taraqqiyot qilayotgan uchur texnikasiga kompüter sohasidagi yangi texnikalarni shu o'zimizningki xaridorlarga, keng ommaga tanishtirish, ham shularni ishlatish uchun sunish. Rahmat sizga. Abdüşkür aka, hammamizga ma'lumki, bugun hamda fan texnika hayotimizning har sohalarini qoplagan bir hayotda bir davrda yashayapmiz. Hamda har qanday bir taraqqiyotning ijobiy tarafi bo'lgandek, uning salbiy tarafi ham bo'ldi. Sizlar bu shu fan texnikaning cho'qqisida yashayotgan, xizmat qilayotgan bir shaxs bo'lishingiz sizlarning Uyg'urlarning bir faxri endi. Shu sohada xizmat qilayotgan bir kishi bo'lishingiz bilan bizga shu fan texnikaningki hozir kunimiz yetgan shu fan texnikaningki ijobiy va salbiy taraflaridan biroz so'z qilgan bo'lsangiz. Endi hozirgi yangi taraqqiyotni so'zlash uchun endi shu texnikaningki zodi qachon maydonga kelib, endi qachon hozir qanday taraqqiyot qilib bugun kelganligini so'zlash kerak. Endi kompüter agar xatolashmagan bo'lsa 1946-yili tunji qatim endi shu hozirgi kompüter degan uqumning asosida barliq kelgan bo'lib, bu jarayonda to'xtamay taraqqiy qilib 80-yillarning oxiri, 90-yillarning oxir, 80-yillarning oxirlari, 90-yillarning boshlarida bizning oilalarimizga kirdi. Chunki bu vaqtda kompüterning taraqqiyoti shu odatdagi ishlatuvchilarni ishlatiladigan darajada ham bahosini ko'taradigan darajada bo'lgandan keyin oilamizga kirishga boshladi. Bo'libmi Microsoft shirkati bu jarayonda ko'p xizmatlarni qildi. Mayli texnik jihatdan bo'lsin, mayli ishlatish shu osonlik jihatdan bo'lsin, nurg'un qulayliklarni keltirib bergandan keyin oilamizga kirishga boshladi. Bu jarayonda yana boshqa texnikalarni taraqqiy qildi. Masalan, shu yerim o'tkazish texnikasi, masalan, uning keyindan shu aloqa tor sistemasi, ondan keyin shu internet bo'lib, asos taraqqiy qilgan cho'ng bir narsa shu internet bo'ldi. Shuning bilan bu oilalarimizga kirishga boshladi. Dastlabda biz oddiy bir narsalar ishlatgan bo'lsak, bugungi kunda har soat ishlatyapmiz. Endi bu kompüterga uqum bo'lgan sari o'zininki aslidagi ma'nosini yo'qotib, hozir mandaq chiqqan vaqtida yo'tkilishchan bir hisoblash degan masalan uni inglizchada mobile computing deydi. Masalan, hozir bir yo'tkilishchan harakatchan bir shaklga kirdi. Ondan keyin bu kompüter degan vaqtida ko'z oldimizga balkim ustulimizning ustidagi ma'lum bir narsa ko'z oldimizga kelishi mumkin, ammo hozir u kichiklab, oddiylashib, yanchiqimizga kiryapti. Endi bu kompüter texnikasi shu oilamizga kirgan vaqtda shu texnikani bizga yasab beruvchilar yoki loyihalovchilar shu oila uchun uni osonlashtirib ishlatgudek qilib bizning oilamizga kirgizib. Bu yerda ishlatish oson degan vaqtimizda masalan uniki qattiq detal qismi bo'lsin va yoki yumshoq detal qismi bo'lsin. Bu oson bo'lishining o'zi bizga ma'lum bir texniklik jihatdagi bexatarlik masalasini to'xtatib beradi. Masalan,
biz kompüterimizni açsak kompüterimizni kirgici boğa aralıkta mesela passwordsiz kiremiz. Bu nayt bir çoğun tekniklik bir mesele. Nemişqa degan vaqtida mesela sizin o'zingizning kompyuteri mesela siz diqqat qilmagan vaqtida boshqalarning qo'liga tushib ketib qolsa, to'knecha tiklam kompyuter masalasi bevosita kompyuterning ichiga ketib, yana uchur o'g'irlab ketishi mumkin. Endi bu yerda buning oldini ilishga tegishli bir qism texniklik tadbirlar bor. Bundan keyin mush ishlatilayotgan disk. Bu disklarga biz nurg'un materiallarni qachilaymiz, uni saqlaymiz. Mayli shaxsiy uchur bo'lsin, mayli shirkat uchur bo'lsin va yak tashkilot uchur bo'lsin, buni qiziqadigan odam. Biz onunla dikkat qilmasak, bu yaman g'arazlik odamlarning qo'liga tushib ketib qolsa, bu biz uchun foydasiz bir iqlim. Yani demoqchi bo'lganim, texnikaning taraqqiyoti bizga nurg'un qulayliklarni keltirib bergan bo'lsa-mu, unda nurg'un texnikalik masalalar biz hal qilishga tegishli yoki bo'lmasa, oldin elishga ma'lum bir tadbirlarni qo'llashga tegishli. Bu tadbirlar nihoyat oson. Bunu mesela internetten izlesek ya konuşmuş sahada azırak bilim bu adamlardan sorsak, ular bizge qiyralaydı. Öğrenmek asan, bunu kullanmak asan. Ma'lum bir belgilik ve texnikler. Ama bu yerde kent yıldır körgüçlerimizge bir xush xabarni yetkazib olay. İnşallah Abdüşkürkümüz bilan Shveysariyaga qaytgandan keyin ham shu ko'p mutaxassislardan boshqa kishilar bilmaydigan va diqqat qilmaydigan kompyuterning internet bexatarlik har xil diqqat qilishga tegishli bo'lgan har xil taraflarini inshaalloh bizga bir dars qilib bermoqchi. Qarorlik oldi biz inshaalloh Istiqlol televiziyamiz orqali keng to'rdoshlarimiz usulimiz ishirmanki keng to'rdoshlarimiz buni taqozolik bilan kuzatib ishirman. Endi ikkinchi bir savolim, endi fan texnika shu darajada taraqqiy qilayotgan bir davrda mayli chet eldagi Uyg'urlarga nisbatan bo'lsin veya ki vatan ichidagi Uyg'urlarga nisbatan bo'lsin, biz shu fan texnikani hozir shu kompyuter sohasida Uyg'urlar zodi nada. Endi abay degandagidek endi kompyuterimiz hozir turmushimizga kirdi endi. Masalan bizga nurg'un qulayliklarni keltirib berdi, biz uylarda ishlatyapmiz. Endi bizningki ishlatadigan shu kompyuter ishlatayotgan programlar bir qanchalar. Masalan biz ma'lum bir xatlarni do'stlarimiz bilan xat almashtirish uchun e-mail aloqasi bo'lamiz. Yoki bo'lmasa bir-birimizni ko'rib turib so'zlashish uchun masalan Skype'ga o'xshash bir qurollar yoki shunga o'xshab turgan qurollarninki bo'lishiga ehtiyojimiz bo'ladi. Ondan keyin uylarga telefon qilish uchun masalan Nono deganga o'xshash programmalar ishlatilar ekan, men boshqalarga diqqat qildim. Ama şunday bir kurallara ihtiyacımız buldu. Hem de kompüter yalnız bulan emas. Mesela bu mesela kompüterde de internette de hem de kompüter internette nurgul nesler var. Mesela bizimki bir kısım qarindoshlarimiz mesela Tor orqali Iroqdan o'qish maktablariga qatnashib, shu yerdan maktablarda o'qildigan, ana o'zi kerakli kitoblarni yoki materiallarni tushunib tizimlagan va yoki şu başkalarının işletiliş için Tor orqali mesela ma'lum bir narsani Torga qo'yib, mesela sizlarning televizor kanalinglar va yoki bo'lmasa boshqa qarindoshlarimizni Torga qo'yib foydalanishga sunyapti. Ham biz Uyg'urlar hozircha mush sohada. Ham buni nersida chiqib o'tmadik. Endi yana bir narsani shuni ta'kidlab o'tishga zarurki, endi biz bu narsani ishlatish jarayonida biz tilga ehtiyojimiz bo'ladi. Çünkü kompüterde hem de İngilizce, mesela Nemisçe, başka taraqqi qilgan millatlarning tilleri bo'lgan bo'lsa, Uyg'urcha yetarli emas. Hem bu sahada hem de bizimki bir qism şu texnik sohasida ishlayotganlar asosan hozirga qadar şu sistemni tarjima qilish, ondan keyin shuni xat shaklini qilishdan boshqa jiq emgaklar bo'lmadi. Endi yeni bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, hamda bu texnikaning taraqqiyoti bugungi kunda shu uyimizda ishlayotgan kompyuterlarni asosiy jihatdan uydan ko'ra to'rdan ishlatishga zo'rlayapti. Masalan, biz hozirgacha biz programmalarni ishlatgan vaqtimizda asosan bozordan setib olib kompyuterimizni qachilab ishlatamiz. Endi hozir kompyuterning taraqqiyotida bu internet ham bizga bundan keyin bo'lsa mumkin bo'lsa mulozimatlarimizning hammani Tordan bevosita turib
mesela icaraga alamdık, yoki bo'lmasam bekor ishlatgandik, endi uniki ahvolga ko'ra o'xshamaydi. Torni ijaraga ishlatishni zo'rlayapti. Masalan, anan keyin biz ailelarda nurg'un uchurlarni saqlaymiz. Mayli bu uchur bizga kerakli bo'layli, yoki bo'lmasa qisqa muddatli bizga kerakli bo'lgan uchur bo'lsin, yoki uzun muddatli kerakli uchur bo'lsin, biz uchurning hammasini saqlaymiz. İnformatik yana bir meselenin o'zi shuki, biz uchurni o'zimizning ehtiyojdan ko'ra jiq saqlaymiz. Endi bu uchurlar hozirgi sharoitning o'zida kompyuterimizda saqlanadi. Endi bu kompyuter tasodifiy buzilib ketib qolsa, bu uchur yo'qolib ketadi. Endi bundan keyingi taraqqiyot yuzini nima bo'lyapti desa, shu nima torlar shu saqlıq uchun o'zini torda bo'ladi. Torda bo'lgandan keyin bizga mushundaq bir foydali narsani akab berdi. Endi hozir masalan bir qism odamlar allaqachon shu tordagi diskini ishlatishni boshladi. Endi bu kelgusida barg'ansa taraqqi qilib, shu bu bexatar emasmi? Bu bexatar emas. Bexatar amaliyotda uyimizda ishlayotgan diska. Ammo uningki bexatarlik masalasi nada degan vaqtida u fizikalik jihatdan masalan buzilib ketib qolsa, u uchurni juturib qo'yamiz. Bexatarlik masalasi shu, anan keyindan uni o'g'irlanib ketish ehtimoli bor. Fizikalik jihatdan. Endi bu mühim bo'lsa, mühim narsa o'g'irlanmaga tex oson, o'sha torning bexatarligi yaxshi bo'lmasa, o'sha torda o'g'irlanib ketmak asos. Endi bu bexatarlik masalasi shu kompyuter paydo bo'lgandan tortib bu masala davomli hal qilishga tegishli. Masalan, tomni birini qancha egiz solgan sari shayton shuncha egizlaydi degan gap bor. Bu endi bexatarlik masalasi kompyuterda internet bo'lib, internet mavjud bo'lgan sharoitimizda davomli mavjud bo'lgan. Endi kompyuterning taraqqiyoti bundan keyin qanday bo'ladi degan vaqtida endi bu shu bizga qulaylik bo'ladigan ishlar davomlashadi. Ham yangi texnikalar barliq keladi. Endi shu texnikalarningki barliq kelish uchun bir qism texniklik o'zgarishlar bo'lishi zarur. Hozir biz naq shu bosqichda, masalan, hozir har qanday bir to'g'ri turgan kompyuter bir adres oladi. Bu adres o'zgarishchan adres. Endi bu o'zgarishchan adres bo'lishining sababi bu şu adres rayonunda hozirga qadar 4 milyon IP adresi erish mumkin. Endi bu masalan hozir shu Xitoyga o'xshash, Hindistonga o'xshash davlatlarningki internet kirish tufaylidan hozir shu 4 milyon adres asosan tugadi. Tugab bo'lganligi uchun endi bu keyingi bosqichdagi yana bir adres rayoniga kirish kerak. Endi hozirgi adres dairasi masalan 4 milyard adres dairasi okeanning bir tamçısı o'xshasa, endi hozir men yangi texnikadagi adres dairasi shu bir okeanga o'xshaydi. Uningki soni 3 dan keyin 27 tal 0 bo'lishi kerak. Endi shunchalik darajada adres ola olamiz. Unda bo'lgandan keyin mush ishlatayotgan har qanday bir narsada, masalan, oddiysi uylarimizdagi shu tokni chatadigan chat qushning o'zida bir IP adres bo'lish mumkin. Chunki biz u orqali shu kompyuter orqali biz energiyani tejash, energiyani kontrol qilish ishlarini qilib bo'ladi. Aning keyinda biz setib olgan har bir rasm apparati, har bir video kameradimi bir IP adres bo'ladi. Muqim bekitilgan. Biz bu orqali nima ish qilamiz degan vaqtida biz shu simsiz tor orqali tatgan rasmlarimizni, olgan videolarimizni kompyuter shu kameraga yoki rasm apparatiga saqlashdan ko'ra shu tordagi disklarni saqlaymiz. Bevosita. Bu bir real bo'lgan endi kelgusiga qarash, endi bu kelgusi taraqqiyot. Endi kelgusi taraqqiyot shu yo'lni qarab ma'noda deymiz. Demakchi bo'lganimiz endi masalan uyimizdagi televizor bo'lsin, mayli kirish yuvish mashinasi bo'lsin, mayli va boshqa asbob bo'lsin, hammasida bundan keyin shu har bir sirtali internet adresi bo'ladi. Shu orqali biz turmushimizni ishlarni boshqaramiz. Demak, bugun bir kichik bir bexatarlik masalasida paranglashayotgan bo'lsak, kelgusida balkim hechimi yo'g'on, hatto aytdi kontrol qilg'isiz darajadagi bir bexatarlik masalasi so'zlashimiz. Hamda hozirgi davrimizda elektronli xassani o'xshatmaydigan odam bo'lmasi kerak va undan boshqa nurg'ulg'an aloqa torbatlari, programmalar, do'stlashish programmalari, Facebook, Twitter, shunga o'xshagan nurg'ulg'an narsa ishlatyapmiz. Endi buningki bexatarligi, nurg'ulg'an narsalarimizningki o'g'irlanib ketishi, buni bexatarlikka qanday diqqat qilish kerak? İnternet shu 90-yillarning boshlarida shu akademiya sohasidagi bir qism institutlarningki yoki bo'lmasa bir qism universitetlarningki uchur almashtirish bahonasi bilan endi qurilgan bir maydonga kelgan bir texnika, keyin bu universitetlardan institutlarni olib chiqib endi turmushimizga kirib dastlabda shu
aldı bilen şirketler şu torga kirish bir dolqun ko'tarilgan. Palani şirket hazır torga kirdi deb e'lon qilish shu vaqtdagi cho'ng bir modda gapning birisi edi. Endi vaqtdagi torlar asosan endi shu tordagi uchurlar endi asosan statik bo'lib, mesela uni kunda bir odam uning keyindan shu uchurlarni yezib to'g'ri qo'yib qo'yish ko'riladigan bo'lmasa, uchurlar bir hafta ikki hafta yengillanmaydigan holatga kelib qolgandi. Bu birinchi nusxasi bo'lgan. Endi bu ikkinchi nusxasi shu Google va o'xshash shirkatlar shu internetda yeni bir inqilobni paydo qilib, buning ikkinchi nusxasini ko'tardi. Buning uchur minut her minut emas, hatta her sekundda yengillanib turadigan, undan keyin shu odamning ehtiyojiga ko'ra, shu o'ltirgan rayoniga ko'ra, qiziqishiga ko'ra, shu odam her bir adamdaki özünün ayrım torga özüge layık uçurlarını tordan alalaydıgan makaleler şekillendi. Bu jarayonda şu Facebook bulamdı, Twitter bulamdı ve yakın bulunsa şunun okşaydıgan şu web 2 dairski korallar bizge turmuşumuzga yenilikler hep geldi. Hem de bir yerde bir mesele var. Biz adamlar fiziklik bir dünyada yaşayımız. Bu kompüter şu fiziklik dünyaya paralel oldu, yani bir mevhum dünyanı yaratırlar. Ama bu kompüter nim boluvatıda bir günlük vaxtda şu real dünya bilen mevhum dünya otursa yani bir ışık, yani bir darvaza, şunun yetiştiği bir darvaza yaratıp veriyordu. Hem de şu psikologlarınki bir kısım tədqiqatlardan göre adamın real turmuştaki şu nimişlerini kılvatkallığı bilen şu mevhum dünyada nimiş kılvatkallığı siliştiği vaxtda bazı adamlar hatta şu real dünyadaki adamlar mevhum dünyanı tonuğusuz olarak keltirip koyuyorlar. Hem bu ma'lum jihatini aytgan vaqtida bu bir xil xatar bo'libmi bizningki kichik bolalarimiz uchun, mesela o'zimizning oilasidagi shaxsiy turmushimiz uchun bu ma'lum darajada xatar olib keladi. Shuning uchun biz Facebook o'xshash qurollarni ishlatgan vaqtimizda imkon qadar ishlatmaslik, agar ishlatish zarur bo'lgan vaqtida imkon qadar o'zimizning shaxsiy turmushiga oid, ailemizga oid bir qism uchurlarni shu yerga qo'ygan vaqtida ehtiyotchan pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Bo'libmi kichik bolalarımızda bu texnikadagi bir masala endi. Yana bir masala endi shu email mulozimati. Siz abay degandek endi bu email bilan yashamaydigan odam asosan oz qoldi. Bu email bizga nurg'un qulayliklarni olib berdi. Lekin bu yerda yana bir xatarlik masalasi bor. Masalan, men Abdushukur bo'lish sifati bilan sizga Irfonga bir emailni avatgan bo'lsam, bu oraliqdagi bir odam mesela bu tor bo'lganligi uchun bu yerda bizning mening emailimni o odamniki sizga berishdan burun o emailni elib olish imkoniyati bor. Elib men Irfon deb meningdan siz bu emailni olgandan keyin bu emailning mazmunini o'zgartirib, shuni bilan sizga men Abdushukur deb avatdim. Hamda bu yerdagi uchurniki to'g'ri emasligiga siz jazm qilolmaysiz. Emailingizni topshirib oldim deysiz, amaliyotda o emailniki men avatgan email shu emasligini belgilamaydi. Bu bir xil tehlike bizde email deb hisoblanadi. Yeni bir tehlike nima degan vaqtida sizningki adresingiz bilan bana email avatish üçüncü bir shaxs. Buni avatgan vaqtida men sizniki bu emailni sizdan keldi deb qarab, agar uni baho bergan bo'lsam, balki bu emaildagi mazmun siz avatmoqchi bo'lgan mazmun bo'lishini atayin. Bu yerda ikkimizning o'rtasida xato tushunishni keltirib chiqadi. Bu shaxsiy o'rtalik ishlar. Bu yerda keltirib chiqargan ziyon balki ma'lum belgilik chekda bo'lishi mumkin. Ammo shirkatlar aro bo'lgan munosabatda yoki tashkilotlar yoki guruhlar o'rtasida bo'lgan munosabatda bu bir muhim masala. Buningki bexatarligining oldini olish tadbiri bormi desa bor. Masalan, buning ma'lum bir aşk kuş yasash texnikasi bo'ladi. Bu aşk kuşni yasagandan keyin men sizga avat bersam, siz buni o'zingizning nemingizni saqlab qolsangiz yoki bo'lmasa saqlab qolmasangizmi, shu email kelgan vaqtda email kelgan odam bilan shu aşk kushdagi imzo qo'ygan odamningki ismi, adreslar hammasi to'g'ri keladi, bir-biriga mos keladi. Kelmamdi. Agar kelsa, demak bu odamning kelgan email bo'ldi, kelmasa bu odamning kelmagan email bo'ldi. Bu yerda bir qism bexatarlik tadbirlari bor. Undan keyin mesela ma'lum bir hujjatlarni qarshi tarafga avatgan vaqtida shu hujjatni avatishdan burun uni qulub silib, pasport belgilab qarshi tarafga avatib bergandan keyin pasportni boshqa usullar bilan mesela telefon orqali avatib bersangiz, unda u odam bu avatgan hujjatni bexatar qabul qilib, bexatar ochalaydi.